Endi menda sizlarga bitta savol bor, unga sovg'a bor. Ibn Sino bobomizni to'liq ismini tutilmasdan to'liq aytganga sovg'a bor. Kim biladi? Ibn Sino bobomizni ismini to'liq aytganga Sharmil shayxga bitta yo'llanma. Ha, tanga uka, dars bo'lyapti. Buni parozatni qishdan qana chiqib oldingsan? Salomat. Bo'ldi. Oldin ikkitani ko'rib olaylik. Ibn Sino bobo to'liq ismi, menga gapiraverasiz. Mikrofon ber, yerda tarqab turmaylik. Salom kerak emas. Abu Ali Ibn Sinoning to'liq ismi Abu Ali yo'q, ismni ichida. U bizning paytimizdan boshlandi. Qilib qo'yayotganlar bizda. Bular paytda bo'lmagan. Abu Ali ibn al-Husayn ibn Abdullah ibn Sino al-Bahli. Noto'g'ri, to'liq bas. Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn Sino. Noto'g'ri. Kim bor? Bo'l, tushinglar. Noto'g'ri. To'liq bas. Sizlar hozir 4 ta shajarani aytyapsizlar. Keling. Bo'ldi. Shu bilan to'xtatamiz. Topsal aytayotib, bo'lsa buni o'zimga qolar. Sirazi salom kerak emas. Bu darsni boshida salom berganman. Abu Ali ibn Sino ibn Hoshim ibn Hakim. Uka qamalib ham ketmagin. Aynaqa, Abu Ali al-Husayni ibn Abdullah ibn al-Balxi. Ya, Ibn Sino al-Balxi. 3 ta shajarani aytishyapti bular. Al-Husayn ibn Abdullah ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Sino. To'ppa-to'g'ri. Qatlingiz. Samarqand qatidan. Katta Qo'rg'ondan. Men sizga. Nima ish qilasiz? Student, bilyapsiz, studentlik ishmi shu? Nima qayerda o'qiysiz shu? Student degan ishmi o'sha nima? U qaysi o'qish? Meditsina? O'quv markaz? Nimaga ixtisoslashgan o'sha? Meditsina. Men o'shani so'rayapman-da, uka. Bo'lajak medikman, nima bo'ldi? Bizning meditsina mana shudan ham ma'lum. Nimadir bermasang ishlamaydi bular.